Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'sha bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Oldingi hafta Urumchi Ulanbaydagi o'smirlar turmusida qonliq voqea yuz berib, 2 nafar soqchi bilan 3 nafar mahbusning o'lganligi haqida uchur tarqaldi. Radiomiz bu uchurga asosan Urumchidagi soqchixonalardan ma'lumot olishga tirishdi. Ma'lum bo'lishicha, voqea 25-may tong sahar atrofida Ulanbaydagi o'smirlar turmusida yuz bergan. Uzun o'tmay, alayda soqchilar tarafidan besiqtirilganligi dalillandi. Egallanishicha, voqea Ulanbay turmusidagi soqchilarning mahbuslarni namoz o'qishdan to'sishi va islom diniga haqorat qilish sababli kelib chiqqan ekan. Halbuki Urumchidagi soqchixonalar mazkur voqea haqida tafsiliy ma'lumot berishdan o'zini qochirdi. Doirlarning uchurni qamal qilish sababli voqeaning tafsiloti hozirga qadar oydinlashmadi. Radiomiz bu vaqtda yana ilgirlab uchur egallashga tirishmoqda. O'tgan haftaning boshlaridan boshlab Yaponiyada ziyoratda bo'lib atgan Rabiya Qadir xonim boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultayining vakillari Uyg'ur masalasi bo'yicha Yaponiyada turli faoliyatlarda bo'ldi. Bu jarayonda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qadir xonim Yaponiyadagi turli taratqularning ziyoratini qabul qilish bilan birga yana 28-may Osaka universitetida, 30-may Visada universitetlarida Uyg'ur masalalari bo'yicha maxsus suhbat elib borgan hamda anglag'uvchilarning savollariga javob bergan. Undan boshqa Rabiya Qadir xonim yana Yaponiyadagi siyosiy va ommaviy tashkilotlar bilan bo'lgan aloqani kuchaytirib, Uyg'ur masalasi bo'libmi navbatdagi Uyg'ur musofirlar masalasi haqida xalqaro jamiyatning ko'ngil bo'lishini chaqiriq qilgan. Amerika Uyg'ur birlashmasining 8-ci növbətli qurultayı və yeni növbətlik rəis saylımı 29 may günü paytaxtı Washingtonda ötküzüldü. Qurultayda birləşmənin aldınqı növbətli xizmət dokulatı bilən maliyyə dokulatı oqub ötüldü. Arqadan saylam komiteti təşkil qılındı və onların yetəkçiligində yeni növbətlik rəis saylımı edib verildi. Qurultayda Amerikadagi Uyg'ur jamoati erkin va demokratik usulda bilat tashladı. Natijada 3 nafar rais nomzodi ichidan Ilshod Hasan Ko'kböre mutlaq ko'p ovozga erishib, Amerika Uyg'ur birlashmasining 8-ci navbatlik raisi bo'lib saylandi. Oxirida yangi rais Ilshod Hasan apandi saylam komitetining riyosatchiligida oy yulduzliq ko'k bayroqqa qo'l qo'yib qasam berdi. Ham Amerika Uyg'ur birlashmasining yangi navbatlik raislik vazifasini topshirib oldi. Amerika Uyg'ur Longqisi futbol musobaqasining 2016-yillik chempionligini tanlash musobaqasi 31-may kuni Kaliforniya shtatining Los Angeles shahrida oxirlashdi. Bu qitimliq musobaqaga qatnashgan 6 komanda ichidan Washington Alayda rayoni Uyg'ur birligi komandasi bilan Boston, Nyu-York birlashma komandasi oxirgi hal qilish musobaqaga tanlangan. Oxirida Washington Alayda rayoni Uyg'ur birligi komandasi 4-0 natija bilan qarshi tarafni yengib, chempionlikni olgan. Amerika Uyg'ur Longqisi futbol musobaqasi Amerika va Kanadadagi Uyg'ur yoshlarining tantarbiya ingini oshirish hamda Uyg'ur jamoati orasidagi birlikni kuchaytirish maqsadida o'tgan yildan boshlab o'tkazilib kelmoqda. Uyg'ur Abdunum rayonlik naqsh usul o'migining artistlari o'tgan haftadan boshlab Qozog'istonda Mangulik mashrab nomidagi teatrlashtirilgan konsert programmasi ko'rsatgan. Mazkur san'at faoliyati Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik Milliy madaniyat markazi va markaz qarmog'idagi Janan xonim-qizlar fondining uyushtirishi bilan olib berilgan. Qozog'iston madaniyat va axborot ministrligi mazkur faoliyatni qo'llab-quvvatlagan. 5 kun davomlashgan mazkur konsert 25-mayda Qozog'iston poytaxti Ostonada, ondan 3 kun Olmaota shahrining Cumhuriyet sarayida, 2 kun Yo'ldosh Bekov nomidagi o'quvchilar sarayida o'tkazilgan. Egallanishicha, Uyg'ur san'at umigi Olmaotadagi Uyg'ur teatrida yana 2 kun haqsiz o'yin ko'rsatadi ekan. Taylanddagi Uyg'ur musofirlar yaqinda Dunyo Uyg'ur qurultayining to'rida bayonot e'lon qilib, o'zlarining 31-maydan boshlab ochliq e'lon qilganligini bildirgan. Ular bayonotda bu qitimliq ochliq e'lon qilish harakatini Tayland hukumati o'zlarini qo'yib berib, toki 3-chi bir davlatga ketishiga yo'l qo'yishiga qadar davomlashtirganligini bildirgan. Mazkur bayonotda ular agarda o'zlari Xitoyga qaytarib etilsa, ig'ir tan jazosiga uchrash, qamoq jazosiga hukm qilinish, hatto o'lim jazosiga duch kelish xavfi borligini ilgari surgan.
Radiomuzga kelgan uchurlarga qaraganda Uyg'ur musofirlar ochliq e'lon qilib, uzun o'tmayla Tailand doiralari jiddiy harakatga o'tgan bo'lib, Uyg'ur musofirlarga bo'lgan ta'qibni texmi oshirgan. Dünya Uyghur Qurultayı bu haqda jiddiy inkos qaytirib, Tailand doiralarining xalqaro qonun va inson haqlari prinsiplariga hurmat qilishini talab qilgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.